Butun dunyo Isoning tugilgan kunini Rojdestvoda nishonlaydi. Biroq Isoning tugilgan sanasi Bibliyada yo'q. Faqat dalada qo'ylarni boqayotgan choponlar Isoni ulug'lagani haqida aytilgan. Sovuq qishda dalada qo'ylarni qoriqlashning iloji yo'q. Haqiqatan ham Iso 25-dekabrda tugilganmi? Ilk masihiylar Isoning tugilgan kunini nishonlamaganlar. Xo'sh, Rojdestvo qayerdan kelib chiqqan? 25-dekabr Rojdestvo. 25-dekabr Masihning tugilgan kuni emas, balki Quyosh xudosining tugilgan kuni. Rojdestvo mag'lub bo'lmas Quyosh uchun butparast bayramidan kelib chiqqan. Nima? Rojdestvo butparast bayramidan kelib chiqqanmi? Qadimgi Rim imperiyasida har yili 17-24 dekabr sanalarida Saturnalia nomli festival o'tkazilgan. Ushbu festivalda odamlar boyligi yoki ijtimoiy mavqedan qat'i nazar quvnoq yashashgan. Yo'q, bu qanday bo'lishi mumkin? Rojdestvo 25-dekabr Isoning tugilgan kuni emas. Kunlar uzaya boshlaydigan 25-dekabr Xudo Mitraning tugilgan kuni sifatida qabul qilingan. Rim-katolik cherkovi Mitraga bo'lgan ishonchni buzish bahonasida Quyosh xudosining tugilgan kunini Isoning tugilgan kuniga o'zgartirib, bayramdan zavqlangan. Rojdestvo daraxti butparastlarning daraxtga siginish urf-odatidan kelib chiqqan. Oqsoqolli qizil kostyumdagi Santa Clausning obrazi 1931-yilda Coca-Cola reklamasi uchun yaratilgan. Cherkovlar Rojdestvo Isoning tugilgan kuni emasligini juda yaxshi biladi. Biroq ular hanuzgacha Rojdestvo Isoning tugilgan kuni deb yolg'on gapirishmoqda. Xristianlar bu haqiqat haqida butunlay bexabar. Rojdestvo eramizning 354-yilidan so'ng 25-dekabrda nishonlana boshlagan. Milodiy 354-yildan keyinmi? Isoning shogirdlari va havoriylari hech qachon Rojdestvoni nishonlamagan. Rojdestvo Xudo tomonidan belgilangan emas va Bibliyaga asoslanmagan. Ular Quyosh xudosining tugilgan kunini Isoning tugilgan kuni deb o'zgartirdilar. Bu dahshatli. Muqaddas kitobda aytilishicha, agar odamlar inson yaratgan qoidalarga rioya qilsalar, ular Xudoga behuda topinadilar. Muqaddas kitobda Isroilliklarning butparast urf-odatlarga ergashib, qanday yo'q qilinganliklari ko'p marta yozilgan. Sinay cholida ular butga siginib, egamiz Xudoga sajda qilyapmiz deb o'ylashdi. Shimoliy Isroil shohi Yerobom Xudoga topinaman deb o'zi tanlagan bir oyda ziyofat uyushtirdi. Biroq butparastlik qilganlarning barchasi halok bo'ldi. Xuddi shunday, ular Rojdestvoda Isoga sajda qilamiz deb da'vo qilsalar ham, bu faqat butparastlikdir. Butparastlikning oqibati halokatdir.